Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, musulmon insonni kufrga ayblashlik, ya'ni kofirga chiqarishlik bu eng xatarli bir ish hisoblanadi. Qancha insonlar noto'g'ri tushunchalari sababli yoki ilmsizligi sababli mana shu yo'lda qattiq adashadilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda Niso surasi 94-oyati karimada marhamat qilib aytadiki, sizga salom bergan kimsani siz mo'min emassan demang deydi. Demak, bu oyati karimadan ma'lum bo'lyaptiki, bir musulmon kishini shoshma-shosharlik bilan uni kufrga chiqarishlikdan juda ham ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kimsani kofirga chiqarishlikdan juda ko'plab hadislarda ogohlantirganlar. Jumladan mashhur hadislardan birida aytadilarki, agar kishi o'zining birodariga ey kofir desa, u ikkovlardan biri kofir bo'ladi. Agar haqiqatda shu kofirda ayblanayotgan inson kofir bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri aytgan bo'ladi. Aks holatda mana bu kofir degan kimsani o'ziga qaytadi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantirganlar. Boshqa bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bir musulmon kishini kufrda ayblashlik, kofirlikka chiqarmoqlik bu xuddi uni o'ldirgandek barobar gunohkor bo'ladi deydilar. Imom Buxoriy rivoyat qilishgan. Demak, shunday yomon ishlardan, bunday xatarli ishlardan albatta har bir inson juda ham ehtiyot bo'lishligi kerak bo'ladi. Afsuski bugungi kunda shunday bir toifalar uchrab turibdiki, ular bir insonlarni, musulmonlarni ba'zi bir kamchiliklari yoki ba'zi bir xatolari sababli yoki ularga ergashmaganligi sababli osongina ularni dindan chiqarishlikka, ya'ni kofir deb hukm berishlikka afsuski harakat qilishmoqda. Aslini olganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, 3 ta narsa iymonning aslidandir deydilar. Ya'ni la ilaha illalloh degan kimsaga tegmaslik, bir insonni gunohi sababli uni kofir demaymiz va amali tufayli uni islomdan chiqarmaymiz deydilar. Qolaversa mazhabboshimiz Imom Azam rahmatullohi alayh o'zlarining Fiqhul Akbar degan kitoblarida shunday ma'lum qiladilar. Agar bir kishi gunohi kabiralardan birini bajarsa, modomiki o'sha gunohi kabirani halol sanamasa, uni kofirga chiqarmaymiz deydilar. Hattoki ulamolar aytishadiki, bir insonning 99 ta amali kufrga dalolat qilib tursa, ya'ni kofirlikni ehtimoli bo'lsa-yu, ammo bir dona amali uni iymoni borligiga dalolat qilib turadigan bo'lsa, bu insonni ham kofirga chiqarmaymiz deydilar. Mana shunday ekan azizlar, butun jamiyatimizni, barcha musulmonlarni bunday xatarli ishlardan Alloh taolo hammamizni o'zi panohida asrasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.